Xo'p, naturmort ishlash uchun avvalambor biz format tanlab olamiz. Buning uchun buni format tanlab olishni doskada ham namuna sifatida ko'rsatish mumkin. Xo'p, naturmortni ishlash uchun format ajratamiz. Formatni ikki xil holatda ko'rish mumkin. Vertikal va gorizontal. Birinchisi vertikal bo'lishi mumkin formatimiz, ikkinchi holatda gorizontal bo'lishi mumkin. Naturmortni tuzilishi va qo'yilishi turiga qarab turib, uni kompozitsion yechimini tanlash chizayotgan o'quvchini yoki o'rgatayotgan ustozni munosabatiga bog'liq. Demak, naturmortni shu tarzda ko'rsatish mumkin. Naturmort chizishdan oldin formatga ma'lum darajada ishlash uchun maydon ajratib olamiz. Bu maydon formatda chegara hosil qiladi va naturmortni tomoshabinga to'g'ri tushunishga, to'g'ri anglashga yoki bironta rasmdan lavha qirqib olinganga o'xshash holatdan chiqishga buni yaxlitligini ta'minlaydi. Mana misol uchun bu yerda naturmort o'ta sodda qo'yilgan, lekin bu sodda qo'yilganligi ham o'ziga yarasha qanaqadir vazifalar bajaradi. Misol uchun bu yerda tovoq birinchi o'rinda. Tovoq. Hop. Tovoq. Tovoqni chizib olamiz. Hop. Hop, bu yerda ikkinchi darajada choynak. Choynakni ham asosiy qancha joyni egallayotganligini yengil chiziqlar orqali joy ajratib olamiz. Va undan keyingisi holatda kosa. Kosani ham qaysi darajada joyni egallaganini yengil chiziqlar orqali ajratib olamiz. Bularni konstruktiv qurilishini to'g'ri topish uchun avvalambor kosaga qanaqadir markaziy chiziq o'tkazib, boshlang'ich chizish metodlarini qo'llab ko'ramiz. Mana misol uchun o'rta chiziq o'tkazishimizga sabab bolalarga, o'quvchilarimizga tushunishi oson bo'lishi uchun kosani teng ikkiga bo'ladi va bu kosani chizishdagi asosiy ko'rsatmalar bajaradi. Ikkinchisi, o'q chiziq bu kosani qay darajada balandligi va eniga nisbatan holatini ajratib ko'rsatadi. Shu orqali shakllantirib olamiz. Bu kasaga bo'lgan munosabat, kasani chizishni ko'rsatish. Ikkinchisi, choynak. Choynak ham xuddi shunaqangi shaklga ega bo'lishi kerak. To'g'ri o'q chiziq orqali choynakning ikki pallasini ajratib olamiz va umumiy choynakning shakli dumaloqligini ko'rsatishimiz kerak va undagi o'ziga yarasha turli chiziqlar orqali uni eng keng joyi va uning eng tor joylarini ajratib olamiz. Shu orqali choynakning ikki pallaga bo'linishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, shu orqali bundagi asosiy detallarni ajratishdan oldin shu biz tuzgan murakkab bo'lmagan naturmortdagi vaznni to'g'ri ushlash uchun qo'yilgan mana bu yerdagi olmani chizish tavsiya etiladi. Bu qo'shimcha vosita sifatida, qo'shimcha predmet sifatida qo'yiladi. Sababi bu yerdagi vaznni ushlash uchun. Agarda bu olma tasviri bu yerda bo'lmasa, go'yoki choynak bilan kosa qandaydir muallaq bir-biriga bog'lanmaydi. Agarda bu yerga birorta meva, sabzavot yo bironta detal qo'yganimizda bu yerdagi buyumlarni, predmetlarni bir-biriga bog'lanish va kompozitsion yechimi to'g'ri topilganligini ko'rsatadi. Mana bu yerda mana olmani shaklini oldik. Va undan tashqari shu olma yoki shu yerga qo'yilgan predmet orqali boshqa buyumlarni bo'yi, bir-biriga bo'lgan mutanosibligi, munosabatini aniq ajratish uchun vazifa bajaradi. Mana hozir asosiy shakllarni oldik.
Endi bundan tashqari endi predmetlarimiz bu yerda predmetlarda. Va o'ziga yarasha bir-biriga bo'lgan munosabati, mutanosibligini qidirib ko'rishimiz kerak. Uning uchun birinchi o'rinda bu yerda buni qopqog'i choynaydi. Qopqog'i. Ikkinchi ko'rinishda buni choynaydi dastasi. Uchinchi ko'rinishda buni chuchmagini chizish mumkin. Yordamchi chiziqlar albatta bu hali chizayotgan yoki tomoshabinga o'ta xalaqit qilishi mumkin. Endi sinf doskasida chizayotganingizda chiziqlar xalaqit qilishi mumkin, lekin buni bosqichlar asosida chizganingizda odam tushunib borganligi uchun bu hali to'yinishi, oxiri yakuniga yetishida qanaqadir o'ziga yarasha tushuntirish ishlari olib boriladi. Go'yoki bir qurilish holatini ko'rsatasiz. Shuning uchun doskada chizish tavsiya etiladi. Bundan tashqari sinf doskasini katta qismlari bor. Bo'sh qismlariga shu naturmortga oid predmetlarni alohida ko'rsatish ham mumkin. Misol uchun kosani chizish tartibi. Hop, kosani aylanaligini ko'rsatish va yonidan ko'rinishini ko'rsatish uchun albatta geometrik shakllardan foydalangan holda ishlash mumkin. Bu kosaning tepa qismi. Bunga diagonal chiziqlar o'tkazamiz va markazini topib olamiz. Topib olganimizdan keyin va unga yana qo'shimcha yordam chiziqlarni chizib va shularni o'zaro birlashishini ta'minlasak, bunda aylana hosil bo'lishi mumkin. Kosani tepa qismi. Bu holatni choynakda ham qo'llash mumkin, bu katta tovoqda ham qo'llash mumkin. Tovoqda qo'llash ham xuddi shunaqa. Agarda tovoq sizni qarash nuqtangizdan qarash nuqtasidan ufuq chizig'iga nisbatan yotiq ko'ringan bo'lsa, albatta tovoq mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Agarda sizga nisbatan kengroq ko'rinish kerak bo'lsa, ozgina shunaqangi shaklda, avval shaklda oladi. Agarda siz naturmortga nisbatan yaqinroq borib qarasangiz, u dumaloq bo'lish holatiga ham kelishi mumkin. Bizga eng o'rtacha holatda ufuq chizig'iga nisbatan odamni ko'rish nuqtasi oddiy bu yerda predmetlar ko'rinishi uchun ta'minlangan holatni ko'ryapmiz. Shuning uchun kasa ham, choynak ham, tovoq ham shu holatda ko'rinadi. Buning uchun mana markazlari topildi. Bundan keyingi holatda misol kasani ishlash uchun qanaqadir geometrik shakllardan foydalanish mumkin. 4 burchak yoki 3 burchak. Mana shu holatda kasani pastki tag qismini bir xilligini ta'minlaymiz va unga tutash chiziqlar olib o'tamiz. Va kasaning umumiy shakli kelishni boshlaydi. Va bundagi plastikani oqtarish uchun yengil chiziqlardan foydalanilsa, bunday kasaning yumaloqligi va buni tag qismlari aniq ko'rinishni boshlaydi. Pastki holatida ham, ya'ni ko'rinmas chiziqlar orqali bizning nazoratimizda bo'lishi kerak. Shu orqali kosani to'g'ri chizish va kosani geometrik shakllar yordamida chizish eng yengil, qulay uslub hisoblanadi. Xo'p, ikkinchisi choynak. Choynakni ham alohida chizib ko'rsatish mumkin. Choynakning umumiy shakli qanaqa deganda o'quvchilarga savol beriladi. Choynaklar, an'anaviy choynaklar dumaloq. U choynaklarni turli dizaynerlarning munosabati orqali choynaklarda turli davrlarda turli shakllarga ega bo'lgan. Va zamonaviy bu choynaklarni ishlab chiqarish fabrika, zavodlarda o'zini dizaynerlik munosabati bilan o'zini shakl shamoyili turlicha bo'lishi mumkin. Va biz tanlagan choynak ham xuddi shunaqangi shaklga ega. Asosan choynakni chizish uchun to'g'ri to'rtburchak yoki kvadratdan foydalanishimiz mumkin. Mana kvadrat.
shakli. Shaklni asosiy markazini topib olamiz. Ko'rinmas chiziqlarni chizib turib, bunday asosiy shaklini topib olamiz. Yo bundagi markaziy chiziq. Markaziy chiziq orqali bundagi yumaloqlik holatini shu ko'rinishda ta'minlaymiz. Mana bunday qilib ta'minlaymiz. Bu asosan choynakka bo'lgan ko'rinishdagi shakl. Bu choynak bo'lishi mumkin qanaqadir yordamchi chiziqlar orqali bunda ham qanaqadir siz bilan bizga ma'lum bo'lgan bundagi plastik ko'rinish, aylana holati. Va bundagi sharga bo'lgan ko'rinishdagi munosabat. Mana shar holatda ko'rinishi mumkin. Endi ma'lum dizaynerlik munosabati orqali bu choynaklarda o'zgarish bo'lishi mumkin. Qanaqadir qo'shimcha ko'rinishlar mana bunday bo'lishi mumkin. Va bu pastki qismida, tag qismi ham shu holatda bo'lishi mumkin. Bunga asosan choynakda sizga ko'ringan tarafini, bizga ko'ringan tarafi shunday bo'lsa, yana kimgadir boshqacha varianti ko'rinishi mumkin. Bu yerda asosiy masala choynakda chumagi qaysi tarafga qarab turgan bo'lsa, shu tarafga uni dastasi ham qaraydi. Shuni biz to'g'ri ta'minlashimiz uchun shu yordamchi o'q chiziqlarimizga qo'shimcha chiziq qilamiz. Mana shu chiziq bizni tanlagan choynakning chumak qismi. Dasta qismi bizga ko'rinmaydi. Uning uchun birinchi chumakda qayerga joylashganligini topamiz va shu orqali choynakda chumagini chizib ko'rsatamiz. Xuddi shu yo'nalish orqali bitta uni dastasi ko'rinishni boshlaydi. Dastasidagi munosabat ko'rinadi. Mana bunday bo'lishi mumkin. Endi bu asosiy birinchi bosqichdagi ko'rinishi. Ikkinchi bosqichdagi ko'rinishi bundagi qisman chizilgan detallar. Mana bunda choynakda qopqog'i ham shunaqangi munosabatda chiziladi. Endi choynakda qopqog'ini bir necha bor ko'rinishda alohida mavzudan chetlatilmagan holda natyurmort chizishdan oldin kosa, choynakning qopqog'i, meva, tovoq alohida holatda o'quvchilarga chizib ko'rsatsalaringiz, bolalarda tushunchaga ega bo'lishadi va qopqoqqa nisbatan choynakni qanaqa qilib konstruktiv chizish, undagi perspektiv holatlar, undagi qo'yilmadagi shu natyurmortdagi o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabat, mutanosiblikni to'g'ri anglash uchun qilingan harakatlar bo'ladi. Bu birinchi bosqichdagi bajarilgan ishlar. Yana bu birinchi bosqich deyish mumkin, bir necha bosqichda chizish mumkin. Lekin eng yaxlit bosqichi birinchi komponovka qilish, ikkinchi chiziqli konstruktiv qurilish, uchinchisida keraksiz chiziqlarni yengil o'chirish, qog'ozga jarohat yetmagan holatda va undagi yorug' soya qonuniyatlariga amal qilish. Yana natyurmortingizga qanday, qaysi tarafdan yorug' tushayotgani o'sha vaqt o'sha holatda ko'rinadi. Birinchi yorug'lik sun'iy yorug'lik, ikkinchi yorug'lik tabiiy yorug'lik. Shuning uchun sun'iy yorug'lik bilan tabiiy yorug'likni ajratish mumkin. Shu holatda bularga shtrix beriladi va bundagi holatlar o'rganib chiqiladi. Endi sizlarni elektron doskamizga qarashlaringizni so'raymiz. Ham qo'yilgan oldingi ko'rinishdan ko'ra biroz murakkabroq, lekin bu yerda asosiy munosabat rangli tayoqchalar va rangli qalam bilan ishlangan. Bu yerda o'sha bolalarga xos buyumlarni, detallarni alohida ajratib ko'rsatish tavsiya qilingan. Bunda misol uchun mana bu tropik mevalar, o'zimizning mahalliy mevalar va idish ko'rsatilgan. Bu yerdagi holat ham anchagina shu bolalarni rasm chizishga o'rgatish va ulardagi metodik bosqichlarga yordam ko'rish mumkin. Xo'p, ikkinchisini o'tkazingchi. Endi biz maktabda muntazam ravishda shu belgilangan tartibda akvarel bo'yog'i, undan tashqari yuvash bo'yog'i, tempera bo'yog'i, shu bo'yoqlar orqali asosan natyurmortlar ishlaymiz. Lekin natyurmortlarni
ishlash jarayonida qaysi bo'yoq bilan qanday ishlanishini muntazam ravishda ko'rgazmali vositalar orqali bolalarni, o'quvchilarimizni tanishtirib borishimiz kerak. Mana misol uchun rangli qalam va rangli tayoqchalardan foydalanib ishlangan naturmort degan ko'rgazmali vositamiz. Bu yerda rangli tayoqchalarda ishlangan naturmort. Oddiy maishiy hayotni ko'rsatuvchi naturmort. O'zimizni yashash turmush tarzimizga bog'langan shu bu yerda matolar, qoshiq mavzuli qilib qo'yilgan. Mana bu yerda ham shunaqangi mavzuli naturmort qilib ko'rsatgan. Lekin bulardagi ranglarda munosabati bu yerda issiq ranglardan foydalangan. Bu yerda buyumlar issiq o'zi. Issiqlikka qo'shimcha sifatida mana chiroq borligi uchun issiqroq ranglardan foydalanilgan. Agarda bu chiroqni o'rniga sovuq ranglardan foydalansa, qandaydir bu tushunarsiz kompozitsiyaga aylanib qoladi. Hozirgi bu yerdagi kompozitsiyaning o'zining munosabati qandaydir iliq iqlimni ko'rsatyapti. Shu orqali ko'proq qizil ranglardan foydalangan. Mana bu yerda guvash va akvarel bo'yog'ida ishlangan naturmort degan ko'rgazmali vositamiz. Bu ko'rgazmali vositamizda bir necha turdagi buyumlarni guvash yoki akvarel bo'yog'ida chizish bosqichlari ko'rsatilgan. Shuni bir hisobga olinglar. Shisha buyumlarni chizish o'ta qiyin. Bundagi shaffoflik, bu yerdagi konstruktiv ko'rinishi, bularni chizish anchagina murakkab jarayon hisoblanadi. Yana maktab o'quvchilariga bu jarayonni chizib ko'rsatish yoki ko'rsatish, ularni chizishga majburlash bu tavsiya etilmaydi. Lekin shu ijodiy bir faoliyatga ishqiboz, qanaqadir bir shu holatda chiza olaman deganlarga yordam berish uchun ko'rsatiladi bular. Lekin anchagina murakkab holat. Bu yerda materiallik xususiyatini ko'rsatgan. Mana bu yerda akvarel jarayoni hali yana davom etadi. Biz jarayonni hozir to'xtatamizda. Endi bu yerda e'tibor beritganimiz o'quvchilarimiz hammasi har xil naturmort shakllari berilgan. Shu nuqtai nazaridan chizyapti. Kimdir o'sha haqiqatan ham shu qo'liga naturmortni chizyapti. Kimdir yana bir boshqa bir ko'za deydi, qo'shin deydi boshqasini. Men demoqchimanki, o'zi naturmort janri bilishimcha nihoyatda bir keng ekan. Juda katta ekan. Chunki bu mavzuni e'tibor bersangiz, chunki har bitta buyumda ham o'ziga yarasha bir ma'nosi bor ekan. Men bir ikkita o'sha topib hozir nimalarni ko'rdim. Mana bir chiroyli mana naturmort, mana o'zimizning anorimiz, milliy bir chizilishiga bir e'tibor bersangiz, haqiqatan ham havas qilasiz. Kattadan ham o'sha bitta atirgul chizishlar o'zi o'sha rassomda qanaqadir bir o'sha rassomni bir his-tuyg'ularini ko'rsatuvchi, bir ezgulikka chorlovchi bir rasm degan ma'noda. Xullas, demoqchimanki, hurmatli ustozlar, endi darsimizni hozir shu to'xtatamiz. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr. Ibrohim akaning keyingi mavzularini kutib qolgan holda buguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling, yaxshi bo'ling.